Assalomu alaykum. Biz hozir mana O'zbekistondan kelgan nimalar bilan, yigitlar bilan vizitni kurs, sayyor kursga kelganmiz. Qozog'istonda bo'lamiz. Bir necha kun Turkiston oblasida bu Choyan degan joy. Hozir biz mana shu tog'lar orasidan bitta g'or bor deb eshitganmiz. Men ham birinchi marta boryapman bu yerga. Hozir mana shu yigitlar bilan hammamiz mana shu g'orga boramiz. U yerda ham albatta manaqa syomka bo'ladi. Hozir borayotganda yo'ldan bir tushuntirish berib o'tib ketyapman. Assalomu alaykum do'stlar. Biz Turkiston oblasti, Qozog'iston Choyan degan rayonga keldik. Mana bu yerda uni ko'rinib turibdi. Bu nima? G'or. İçi juda ham keng deb aytishyapti. Hozir birinchi marta, men o'zim ham birinchi marta kelishim. Mana O'zbekistondan kelgan do'stlarim bilan birga mana shu yerga keldik. Biz bu yerda Turkistonda hozir Turkistonga ketamiz. Nimada bo'lamiz? Ahmad Yassaviy maqbarasi Aspalanbobda bo'lamiz. Bir necha kun mana shu yerda viznoy sayyor kurs o'tamiz. Mana nafas mashqlarini boshqalarini keyin O'zbekistonga sekin qaytamiz. Mayli, omon bo'linglar. Mana buni siqamiz. Assalomu alaykum do'stlar. Biz sayohatga boshlaganmiz ancha bo'ldi. Bugun ertalabdan buyon. Hozir mana shu Qozog'iston Turkiston oblasining Choyan degan rayoniga g'orga keldik, g'orga. Hozir g'orga hali kirganimiz yo'q. Lekin unga tayyorgarlik shunaqa bir nima sezgidamizki, bir ajoyib, bir g'aroyib nimani ko'rishimizga oldindan mana shunaqa xursandchilik bilan mana hozir shu nimaga keldik, ko'tarilib nima qilib keldik. Bizlar O'zbekistondan keldik bu yerga. Biz kursdosh do'stlarimiz. Bu yerda biz bir necha kun manaqa sayyor kurs deydi-ku, nafas mashqi, tana mashqi, hammamiz bir-birimizga o'rgatamiz, hammamiz doktorlarimiz. Yerda 4-5 kun dam olmoqchimiz. Sizlarga mana shunaqa ajoyib joylarga kelib dam olish, vaqtni qiziqarli o'tkazish hammalaringizga nasib qilishini Xudodan biz so'raymiz. Do'stlar, assalomu alaykum. Mana g'orga tushib boryapmiz. Mana ko'ryapsizmi, qushlar qanaqa nima qilyapti? Bu g'orning ichi ancha salqin. Mana shu toshlarning orasida qarang, qancha qushlar yashaydi mana. Faqatgina tut bor ekan bu yerda, tut. Mana. Bu yerda suv, qarang, hech qayerda suv yo'q. Bu yerdan suv to'planib turibdi mana. Mana hozir bu g'orning og'zi. Sekin mana do'stlarimizdan mana shu g'orga hozir nima qilmoqchimiz. Arif va ikki og'iz bizning do'stimiz gapiradi. Do'stlar, mana qarangki, Allohning mo'jizasi bilan mana shunaqa bir go'zal tog'ning orasida shunaqa bir g'or yaratilganki, g'ib toshning ustidan mana shunaqa mo'jiza payg'ambarimizning eng yaxshi ko'rgan daraxtlari, tut daraxti mana chiqib o'tiribdi. Bu tut daraxti toshning o'rtasidan yorib chiqib shunaqa manzaraga, mo'jizaga sabab bo'lganki, qushlar qo'rqmaydi. Mazza qilib mana shu yerda qushlar hammasi daraxtlarga yopishib, sayrab, bir chiroyli manzarani hosil qilganki, direkt ko'rib, ko'z quvnaydi. Qushlarning sayrashi, dillarni yayrashi, bu yerda boshqacha odamga hayot baxsh etadi, boshqacha kayfiyat, boshqacha shuur, boshqacha nashida bilan mazza qilib biz g'orga kirishga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qani endi Xudo yo'limizni bersin, ketdik. Mana g'ordamiz. Turkiston oblasti nimada? G'orning ichiga keldik mana. Mana. Hamma xursand. Mana kursdosh do'stlarim. Bular Buxorodan kelishgan. Ha. Mana g'or. Bu yerdan ehtiyot bo'lib o'tishim kerak. Toshlar.
Bunaqani men Qrimda necha yil mana shunaqa nafas mashqlarini o'tganman. Hali Sudak degan joyda Galisinskiy trappa degan bor. Besyoliy degan qishloqdan Novi Svet degan joygacha bir 4-5 kilometr so'qmoq bor. Mana shu yerdan o'tganda Shalyapinning g'ori degan nima bor ekan, bor. Shalyapin u yerda nima aytgan? Ashula aytgan, shuning uchun shunaqa nom qo'ygan. Aslida u nima tatarcha nomlari ham bor, endi bilmaydi-da. Ona qop-qora mencha mumyo. Uni qirib oladi. Ham bu yerga ko'tarilmasa kerak, chiqishga oson joylarda ham mumyo bor bu yerda. Tog'da ko'p mumyo. Hali mumyo chiqadigan toqqa ham boramiz. Xudo xohlasa Turkistonga boraylik, Qarnaqishlarning tepasida, Qoratog'ida. O ana shu mumyo menimcha, Orif. Ha, qop-qora bo'lib turibdi-ku. Ha, hali pishmagan, ha, haqiqatda. O, naradalar bo'lib yaxshiroq shekilli edi. Mumyolar Qirg'izistonni tog'larni shu qishda biladi-da. Yo, bizning erta boradigan tog'da ham bor. Qoratog'da. Miltiq bilan o'tolgan, miltiq bilan. Bizning qishloqdagilar chiqib olib tushib sotadi mumyoni. Mana ko'rdingizmi qanaqa g'or? Mana shu hammasi g'or. Aytinglar, xuddi Assalomu alaykum do'stlar. Biz mana aytganda Turkiston oblasti Chayan degan rayondagi g'orga keldik. Mana bizning kursdosh do'stlarimiz birga Buxorodan kelishgan, mana shu yerdan tomosha qilishga, mana o'zining taassurotlarini aytib berishga tayyorlanib turibdi. Jumayev Arif, bizning globniy. Assalomu alaykum kursdoshlar. Haqiqatan mana bu manzara kirishda yozib qo'yilgan. Katta drakon ajdarhoni Atameshit degan polvon o'ldirgan va odamlarni shu ajdarhoni zulmidan qutqargan. Haqiqatan mana shu ajdarho mana shu g'orga joylashgan. Mana shu g'orda ajdarhoni o'zi yaratgan, toshlarni olib chiqqan. Shu yerga bir necha asrlab ajdarho shu yerda kun ko'rgan va yashagan. Shuning uchun mana shu g'orga kirishi taassurotlar, tasavvurlar katta ajdarho haqiqatan beri yashaganligidan darak beradi. Qaraydigan bo'lsangizdan xuddi mana shu g'orni o'zi chiqadigan joyi, ajdarhoni boshi, dumi, tanasi xuddi shu g'orga joylashib yotgan singari bir manzara tasavvur qilingan. Taassurotlar ham xuddi shunday. Shuning uchun juda bir Allohning mo'jizalari ko'p. Allohning 7 osmon, 7 mo'jiza degan narsalari bor. Shuning uchun Buxoroda 7 pirlar bor. Bu Allohning yaratgan bitta mo'jizalardan biri. Chunki ajdarho tog'da orasidan chiqib, o'sha Atameshit degan pahlavon uni o'ldirib, odamlarga juda katta sharoitlarni yaratgan. Chunki bu ajdarho har chiqqanda o'nlab, 20lab, 50lab odamlarni yeb kun ko'rgan ajdarho bo'ladi, katta drakon bo'ladi. Shuning uchun mana shunaqa taassurotlar. Rahmat.